prezidentimiz bilan birgalikda bir nechta obyektlarga tashrif buyurdik. Prezidentimiz birinchi navbatda mana yangi ochilgan Shota Rustaveli ko'chasidagi avtobus marshrutlarini ziyorat qildilar. Mana bu yerda qurilgan yo'l ham yo'lovchilarga, ham avtomobillarga juda qulay qilingan. Shundan keyin biz yana fermer xo'jaliklarga borib, hozirgi davrda juda katta hosil olayotgan fermerlar uchrashildi. Paxtadan 75 sentrgacha, sholidan. Yana ular yangi texnologiyalardan foydalanib, mana shunday yutuqqa erishmoqda. Prezidentimiz ularni yanada yaxshiroq ilm-fanni yutuqlaridan foydalanishga maslahat berdilar. Va asosiy maqsad kechagi tashrifni bu Toshkentda yangi xalqaro aeroport qurilish maskaniga bordik. Shu aeroport loyihasini amalga oshirishga hissa qo'shgan tadbirkorlar bilan uchrashuv bo'ldi. Bu xorijiy investorlar, bular Saudiya Arabistonidan, Yaponiyadan va Koreyadan investorlar. Yangi bo'ladigan aeroportda maketi ko'rildi. Uni qanday afzalliklari, dunyodagi eng yaxshi aeroportlar qatorida bo'ladigan aeroport hisoblandi. Bunda eng zamonaviy, demak, arxitektura g'oyalari ham xavfsizlik talablarini bajargan holda bu loyiha bajarilishi aytib o'tildi. Shu bilan birga investorlar prezidentimizga minnatdorchilik bildirib, har uchrashganda men juda katta ilhom olaman Shavkat Miromonovichdan. Chunki ko'ramanki, bu inson doim o'z xalqini o'ylab ish tutyapti. Mana men har gal tayyorlanib kelaman yangi g'oyalar bilan, lekin ular mendan oldin o'zlarining g'oyalarini aytib, meni doim hayratda qoldiradilar. Men ularni o'z xalqiga shunday mehr bilan qarashlarini sezdim va xalq ham ularni hali shunday mehr bilan hozir qabul qiladi, ularning xalq uchun qilayotgan harakatlarini.